6 oyga qadar bolajonlarga non berish kerak emas. 6 oylikdan keyin non bersa bo'ladi. Shunda ham ovqatlanishdan oldin va ovqatlanishlari orasida non berish taqiqlanadi. Bola emib yoki smes ichib bo'lgandan so'ng non bersa bo'ladi. Ko'pchilik ota-onalar nonni ovqatdan oldin yoki ovqatlanishlar orasida beradi. Bu juda katta xato hisoblanadi. Bunday qilinsa bolaning ishtahasi pasayadi va bola yaxshi emmaydigan va oziqlanmaydigan bo'lib qoladi. Juda katta xatolardan yana biri bolalarga non bilan shirin choy, asal yoki qaymoq berishdir. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu mahsulotlarni berish kerak emas. Non tarkibida biz uchun kerakli bo'lgan barcha moddalar bor: oqsil, uglevod, kletchatka, B guruh vitaminlari, mikro va makroelementlar, ya'ni mis, temir, fosfor, rux, magniy, kaliy, kalsiy kabi. Lekin bunga qaramasdan non bolalarning asosiy ovqati bo'lishi kerak emas. Non asosiy ovqatga qo'shimcha sifatida berilishi lozim. Kichik yoshdagi bolalarga ertalab va uxlashdan oldin non berish aslo mumkin emas.